inang deyimgirlari go'shini jiyman hozir ularni. Amaki bu o'yinchoqni dadam bergan. Bu ham deregingiz o'yinchog'imizni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Keyin ikkimiz manimizni o'rtaga olib tuydik. Gapakina onasam nima qiladi qizg'anchiqlar? Shtirmizakchilardan tayyorjib jilab juribsanmi? Ho'kiz, men seni hamsenlar xotinlar bilan julishib qolibman debman. Ish qisib o'zingdan 10 yosh kichkinaga uylanganidan keyin shu ekan. Bir uyda chuvinini qo'rg'ondan ko'ra sirri. Baringlar uylaningni o'ynanglar. Jo'q ekingam. Meni ham qo'rg'on borim. Qo'yag'ay hech kerak emas. Ko'rgan narsang olaman deb jo'shib kuydirasan. Oborasiz. Bor narsalarni yig'ishtirib tez qurdi uyingga. Katta qiz bo'lsang keyin kelasan, hamma. Danakcha? Xudoga shukr, 10 yilda birinchi marta otpuskaga chiqdim. Bir oy kayf qilib dam olaman. Gapirmang, men ham yakuniy imtihonlarni zo'rg'a topshirib oldim. Endi 3 akani keldi, maza qilib dam olaman. 3 ekani kil, men xotin oldimmi desam, bola saqlab oldimmi deyman. Nima ichyapsiz? Bu Podmoskvada ishlab chiqarilayotgan Fruity Mojito. Buni anorli, ananasli, qulupnayli klassik turlari bor. Respublikamizda hamma do'konlardan topsa bo'ladi. Fruity Mojito mazza. Men ham ichay. Yaqda tamam bo'lib qoladi, hali kichkinasan. Bo'pti, bor, yarim piyola kipita gapga qo'shib beraman. Orqamdan ergashma, dun, bor uyga qayt. Yo'q, men ham boraman. To'yga ketyapman men. Mushtagina bolaga to'yda bola bormi? Yildan bir dasturxon tozalab hamma oldida sharmanda qilasan. Emas, so'loqman qiladigan qilig'ini qara. O'zidan kichkinaga uylangan bitta menda shunaqami-ki, boshqalarda ham shunaqami-ki? Sirqov.